Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va bizni kuzatib borayotgan aziz do'stlar. Do'stlar, mana yana o'sha o'zimizda Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan Nayman mahallamizdan oqib o'tgan Sirdaryo bo'yida yana kichkina video qilib borishlikni maqsad qildik do'stlar. Do'stlar, biz podishkada bo'lamiz. Mana bahor kelgani sababli bugun sanamiz 2025-yil 21-mart, ya'ni Navro'z bayrami kuni barchangizda shu kirib kelgan Navro'za ayyom, bahor ayyomi bilan barchangizni do'stlar chin qalbdan tabriklab qolaman. Mana do'stlar, ko'rganlaringdek chuchmomalar chiqqan, ya'ni biz chuchmoma deymiz. Ba'zi joylarda buni momo qaymoq deyishadi. Mana ko'rib turganlaringdek. O'g'lim, nima bu? Momo qaymoq. Momo qaymoqmi? Ha do'stlar, haqiqiy tabiat qo'yni, toza havo. Ha do'stlar, daryomizda suv ancha tushib ketgan, Sirdaryomizda. Anchagina tushib ketgan. Mana sizlarga qirg'oqni ham ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Ha, mana qirg'oqdan, ya'ni 3 metr, 3,5 metr, 4 metrga yaqin suv tushib ketgan, ozayib. O ko'rib turganlaringdek do'stlar, o'sha yerda orolcha paydo bo'lib qolibdi. Qarab ko'rgan bo'lsalaring do'stlar, suv shu darajada tushganligidan orolcha paydo bo'lib qolibdi. Oldin bu yerda orol borligini to'g'risi men bilmaganman. Ya'ni yoshlikdan shu qishloqda tug'ilib o'sganman. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek havo o'ta ham toza, manzara juda go'zal. Mana qaranglar do'stlar, chuchmomalarimizni chiqqanini. Momo qaymoq deymizmi, chuchmoma deymizmi do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek. O'g'lim Ibrohimjon bu. Ay vaqt qo'y o'g'lim. Gap yo'q o'g'lim. Yerchi o'g'lim, narigi tomonlardan ko'raylikchi, daryoni bo'ylarini, ha? Yana nimalar bor ekan o'g'lim?